rahmatli birinchi prezidentimiz Islom Karimovni yuzma-yuz ko'rishga muvaffaq bo'lganmiz. Men uchun ham asar yaratildi. Butun boshli bir katta asarda Sherzod obrazi yaratilgan. Faol qatnashardim. Birortasini qoldirmasdim. Isoq To'rayev boshchiligida maslahatlashib, shu ssenariy yozilayotgan vaqtda unda men Sherzod roli obrazini o'ynaganman. Aynan o'sha Sherzod obrazi o'zi ssenariyda ham asarda ham yo'q edi. Ustozimiz Isoq To'rayev o'zlari qabul qilganlar. Bu eski masjidda. Iloji yo'q narsalarni bilamiz, lekin borangiz uchun hamma chorani qidirib ko'radingiz. Eski masjidga ishga qabul qilinganman. 5-chi bo'lib qolsa ham dedim. Shunday kelib, dokumentini shunday o'zim olib ketaman. Aynan men shu qadar yaqin bo'lganmanki, opa derdim-da. Ustoz demasdim. Sabr qilishni o'rganaman-da. Sabr qilish kerak. Oyda 15 qorong'u, 15 yorug'lik-ku. Intervyu TV. Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida Finjon TV hamda Kamina Aslanbek Shodiyev. Va bugungi ilk bor dasturimiz ilk mehmonimiz Sherzod akamiz Ro'ziqulov. Bu insonni siz albatta yuzlaridan tanimagan bo'lishingiz mumkin, lekin nima deydi? Kadr ortida mehnatlaridan juda ham ko'p qilgan insonlardan biri hisoblanadi. Masalan, rejissyorskiy bo'yicha eng oddiy insonlardan biri hisoblanadi. Eski Majid teatrida ishlaganlar, adashmasam shunaqa edi. Xush kelibsiz akajon. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli Aslanbek Shodiyev va Finjon TV jamoasi. Avvalo ilk taklif uchun tashakkur bildiraman. Kayfiyatlar demak a'lo darajada. Darajada. Endi biz yoshlikda hozir masalan siz meni yoshimda qanday ishlar bilan mashg'ul bo'lgansiz? Yoshligingiz haqida bir suhbatlashsak degandik akajon. Yaxshi savol bu. Yoshlik haqida. Yoshlikka qaytamiz. Vaqt mashinasi. Yoshligim deganda hamma qatori o'tgani, lekin biz bolaligimiz o'tgan joy uyimiz sal chetroqda bo'lgan, shahardan chetroqda bo'lgan. Chetroqda bo'lgan. Qo'shni og'ayni faqat shu maktab borardik, sinfdoshlar bilan oshna-og'ayni bo'lardik, uyga qaytardik va qolgan do'stlik hamma narsa uydagilar bilan bo'lib o'tardi. O'zimning jiyanlarim va meni katta opam, meni eng yaqin do'stlarim bo'lgan va bolaligimda qanday qiziqarli voqealar bo'ladigan bo'lsa, shular orqali o'tgan. Va do'stlar bilan bo'lsa, o'sha maktabga borardik, bir tadbirlarga borsak, albatta do'stligimiz hammasi joy-joyida oddiy bolalardek o'tgan. Masalan, sinfda eng yaqin do'stlaringizdan biri kim bo'lgan deb o'ylaysiz? Sinfdoshlardan. Sinfdoshlardan Do'stlar ko'p bo'lgani, eng yaqin do'stim birga yuradigan, eng yaqini bitta bo'ladi-ku. Ha, eng yaqini yuradigan, hamma sho'xliklarni qiladiganimiz. Maktabda masalan biz ham vaqtida darslardan qochardik. Shunday bo'lar. Hamma boshlaydigan darsdan bo'lsin. Anvar degan bola, sinfdoshim. Shu bola bilan ko'proq yoshlikka, bolalikka nima sho'xlik bo'lsa, shu bola bilan ko'proq bo'lardi. Akajon, sizni san'atga kirib kelishingizga bolaligingizda biron bir sabab bo'lganmi? Qiziqishlaringizda, misol uchun yoshlikda san'atga qiziqqanmisiz yoki boshqa yo'nalish bo'yichami? O'shalarda bir ma'lumot bo'lsangiz. San'atga qiziqish yaxshi savol berdingiz. Mana bolalikdan bo'lgan. Yoshlikda bo'ladi-ku endi biron bir orzular, maqsadlar. Lekin meni san'atga kirishim, san'atga qiziqishim yoshligimda ham boshlanmagan. Sal o'zimiz katta sinf bo'lib, mana hozir ham endi shu anolar bo'lsa kerak, 9-sinf, 11-chi bitiruv sinfida so'ralardi ustozlar tomonidan, sen qaysi kasb egasi bo'lasan yoki qaysi kasbni tanlaysan deb savol berilardi. Shunda hamma kimdir uchuvchi bo'laman derdi, kimdir boshqa kasb aytardi. Men o'shanda san'atkor bo'laman, aktyor bo'laman derdim. Bunga sabab aktyor bo'lishga qiziqishim. Bir kun televizor ko'rib o'tirganda shu Qashqadaryoda Qars shahrida eski masjid teatr studiyasi bor. Ustozimiz Isoq To'rayev boshchiligida badiiy rahbarimiz ustozimiz Isoq To'rayev boshchiligida ochilgan eski masjid
teatr borligini shu televideniya orqali ko'rib qolganman. Qashqadaryo televideniyasida ko'rganmanda, shu Qashqadaryoda ham shu san'atkorlikka o'qisa bo'larkan-ku degan fikr uyg'ongan. Men bu san'atkorlik, mana o'qish, anavilarda biz endi oddiy qishloqdan chiqqan bola faqat poytaxtda bo'ladi deb o'ylaganmiz-da. Shaharda o'zimizda Qarshida bo'ladi deb o'ylamaganmiz. Keyin shu televizorda ko'rganmanda qaysidir spektaklini aniq es bermayman. Shunda men aktyor bo'laman, men san'atkor bo'laman deb qiziqish uyg'onganmanda va kim so'rasa men san'atkor bo'laman deychidim. Keyin uydagilardan qarshiliklar ham bo'lgan. Dalil tomonidan. Ha, ayniqsa dadam tomonidan, aka-ukalar tomonidan qarshiliklar bo'lgan. Norozilik. Ha, bizda san'atkor yo'q, u san'atkor ijodkor, u qaysidir ma'noda tug'iladi u ijod bilan. Bizda bu yo'q, qanday o'qiysan, qanday bilasan ertaga kelajakingni. Yo'q, men shunga qiziqdim va shu sohada o'zim sinab ko'rmoqchiman deb o'zim ularga qarama-qarshi chiqib va shu 2001-yil Qarshi san'at kollejiga o'qishga topshirib, o'sha yilda o'zida ham ishga qabul qilingan. Ismatchga ishga qabul qilinganman. Aynan ustozning o'zlari bilan ekzamen olganlar va aktyorlik mahorati bo'yicha men to'liq kursni Ismatch teatrida shu ustozlarimizdan olganman. Hamma ijodiy ma'nolarni olib, shu bilan san'atga aralashib qolganmiz. Demak, maktab payti yana bir maktabga to'xtalib o'tsak, maktabda ustozlaringiz haqida fikringiz qanday edi? Qaysi fanda ilgari bo'lgansiz yoki qaysi fan yoqmasdi yoki qaysi fanga kirishni juda ham xohlarsizki, iloji bo'lmagan, imkoniyat bo'lmagan o'shanda. 9-10 sinfda o'tiladigan darslar 5-6 sinflarda o'tilmaydi. O'shanda qanchalik qiziqish bo'lgan demoqchiman. Asosan men hamma fanga qiziqardim. Jaz zo'r emasdi. O'rtada, lekin qiziqardim. Hammasi fanga. Ayniqsa ona tili adabiyot, tarix, mana shu fanlarga ko'proq qiziqardim. Darslarga muntazam kirardim. Endi bolalikda sho'xliklari bo'lib, qanaydir bir darsdan qochib qolmasak, kirardim. Ustozlarim, biz davrda ustozlar juda qattiq qo'l bo'lardi. Hozirgi bilan taqqoslash qiyin-da. U vaqtda talab kuchliroq edi. Bizga masalan berilgan vazifani o'z vaqtida bajarib bormasak yoki bironta bir sho'xlik qilib yo ishlar qilsak, unda jazo deymizmi endi bu vaqtlarda juda qattiqroq bo'lardi. Biz ustozlarni ham hurmat qilardik kuchliroq, ham qanaqadir qo'rquv ham bo'lardi ustozlardan. Ayniqsa meni hozir ko'pchilik eslaydi, ota-onalar majlisi bo'ladi. O'quvchi uchun eng qo'rqadigan narsa shu ota-onalar majlisi edi. Ota-onalar majlisi bo'ladi desa, bu ota-onalar majlisidan u ota-onalar majlisigacha o'rtada qancha nimalar qilgan bo'lsangiz, hammasi xotirangizga aylanib o'tadi. Men qani nima munosabat bildiriladi. Men sotuvchidan oyog'igacha qaltiradi uni g'alati hissiyot. Mana shunday hissiyot o'tadi-da. Keyin lekin juda ko'p tanbeh eshitmasdim men. Volidam endi nima deydi? Shu ham bo'lmaganman-da. Shu ham bo'lmaganman. Menda nazorat kuchliroq bo'lgan. O'zim kenja farzand bo'lganman. Aka-ukalar ko'pchilik bo'lgani, nazorat menda kuchliroq bo'lgan. Shuning uchun ham ustozlarimdan xayr qilib tursam, ham uydan, akalarimdan, dadamdan xayr qilib turardim. Bir nimaki bir narshini qilib qo'ymay, shular gap eshitib qolmasin degan fikr bo'lardi. Albatta. Demak, san'atga qiziqishingiz o'sha televizor bo'yicha, televizordan kelib chiqqan. Qarang, yana bir savolim bor. Bir alohida san'at bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Siz kasbingiz, ijodingiz bo'yicha. Yana bir savolim shundan iboratki, oilada adashmasam eng kichigisiz, to'g'rimi? Yoki adashmadim. Nima? Oilada eng kichik farzandsiz. Eng kichik farzandsiz. Sizga e'tibor qanaqa bo'lgan oilada? Oilada e'tibor juda zo'r bo'lgan menga. Chunki sal erkaroq edim. Aytganimda aytgan, deganimda degan, qildirishga harakat qilardim. Akam, opam, boshqalar qo'yib turing, oilamizda ham shu nimaga desam, shuni muhayyo qildirishga harakat qilardim. Bir aniq esimda shu yoz oylarining o'rtalarida menimcha, hozir ham sumalakni yaxshi ko'raman-da.
sumalak. Albatta, menga ham yoqadi sumalak ekan. Sumalakdan shu Muxlislarimizga ham yoqsa kerak. Menimcha o'z Albatta, fikrlarini yoqtirmagan- kommentariyada hozir ham bildirishmoqda. yoqtirmagan odam bo'lmasa kerak. Shu aniq eslayman, shu yoz oylarida qanaqadir bir shamollash bo'ldimi, nimadir bo'ldi. Qachonki shamollasam yoki bir sal bezovta bo'lsam, shu pirojni bilan sumalak yegim keladi. Pirojni topish endi osonroq, u har magazinlarda, do'konlarda bo'ladi. Sumalak endi o'sha vaqti bo'ladi, yozda tep bo'lib vaqti emas uni. Shunda dadam nima olib kelay, nima yeging kelyapti deganda, sumalak yeging kelyapti degan. Aynan yoz faslida. Aynan yoz Sumalak o'zi turib ketgan vaqt. sumalak degan vaqt endi sumalak o'zi vaqti bor. Qish vaqti bo'lsa ham uni eplash mumkin. Lekin yoz vaqtiga sumalak shunda dadam endi his qilamanda o'sha vaqtda menga shu savol berib turib qanchalik noqulay holatga tushganini, qanchalik noqulay holatga solganini men endi his qilaman. Chunki o'zim ham yoshimiz kattardi, o'zimiz ham farzandli bo'ldik. Hozir gohida farzandimiz ham shu yo'q narsani qo'msab qolganda bilamiz o'shani imkoni yo'q. O'shani iloji yo'q narsalarni bilamiz. Lekin bolangiz uchun hamma chorani qidirib ko'rarkansiz. Hamma chorani qidirib ko'rarkansiz. O'sha chorani topa olmadingizmi, siz o'zingizdan qandaydir boshqacha holatga tushib qolarkansiz. Men o'shanda shu dadamni qiyin vaziyatga solganman deb o'ylayman. Endi o'ylasam, qiyin vaziyatga solib qo'yganman o'shanda. Sumalak yegib kelyapti. Siz o'sha shaharga kelib, o'sha san'at bo'yicha birinchi qadam qo'yishlaringiz nima bo'lgan? Masalan, kollejga qanday qilib kelib qolgansiz? Qanday imtihonlardan o'tgansiz? Qanday qabul qilingansiz? Kollejdagi vaziyatlar qanday bo'lgan? Misol uchun, keyin teatr sohasiga o'tamiz. O'sha kollejgacha bo'lgan vaziyat qanday kechgan sizda? Boya ham aytib o'tdim, shu yoshligimda o'sha san'atkor bo'laman. Endi Qarshidaligini bildim. Qarshida o'qitilayotgan san'atkorligi bor ekan, aktyorlar chiqargan undan san'atkorlar va hokazo san'at turlari hammasini Qarshida bo'larkan degan hayol kelgan. Keyin men shu san'atkor bo'laman deb o'zim ahd qilganman. Bir yil uydagilarni qo'ymaganman. Yo'q, boshqa kasb tanlaysan, men 2000-yil maktabda o'tganman. Bir yil men san'at sohasiga qo'ymagan. Dadam meni boshqa kasbda o'sha vaqtda boshqa kasbga ham kirishga imkoniyati bo'lgan, ko'proq bo'lgan. Yo'q, boshqa kasbga bormayman, men shu san'atkor bo'laman deb so'raganman. Qadri shu bilan vaqt o'tib ketib qolgan. Vaqt o'tgan. Keyin bu yilisiga yana shu o'qishga kirish temalar boshlangan vaqtda yana men o'z qaramda qattiq turganman, san'atkor bo'laman deb. Bo'ldi, bor san'atkor bo'lsang deb bizga yo'l ochib berishgan. Keyin Nodir degan do'stim, sinfdoshim, bu vaqtda shu san'at kollejida o'qiychi edi. O'qib boshlab, uni o'qishini ham men bilmaganman. San'atkor bu vaqtda telefonlar yo'q. Uni shu san'at sohasida o'qishini men bilmaganman. Bilsam o'sha vaqtda ana u mendan oldinroq bilgan, shu yerda borligini. Keyin men unga aytdim, mana shu yoqqa bor, o'sha yoqqa boraylik. Mana shu san'atga kirmoqchiman, san'at kollejga. Bo'ldi, boraman dedi. Va shu bilan keldik, san'at kollejiga keldik, hujjatlar topshirdik, keyin imtihonlar topshirdik. Imtihonlar mana shu yuqorida ham aytib o'tdim, ustozimiz Hisobto'rayev o'zlari qabul qilganlar, she'r kollejda. Kollejda Hisobto'rayev o'zlari qabul qilganlar bizda. Aktyorskiy fakultetga. Keyin masal, she'r, bu vaqtlari nima tayyorlash kerak, nima qilish kerak, buni bilmayman. Masalan, bolalikdan qiziqish bo'lib kelmagan, tayyor emasman. Lekin xohish kuchliroq bo'lgan, Shu uni o'ziga qarab, buni o'ziga qarab, bu nima deyapti, bu nima deyapti. Qisqa vaqtda nima qilish kerak, nima so'rab, shu amallab shu imtihonlarni topshirganman va o'tganman, kursga qabul qilinganman. O'sha vaqtda mana texnikumdan endi kollejga o'tgan vaqt edi. Biz kollej birinchi qabul boshlari bo'lganmiz. 3 yilga o'tib keyin o'qishimiz boshlandi. Mana aktyorskiy mahoratlar, shu san'atga aloqador hamma narsa bor. Mana shu Ismash teatridagi ustozlarimiz bilan birgalikda o'sha yerda bo'lamiz. Ijtimoiy fanlar kollejda bo'lardi. Kollejda ham faolroq bo'lganman. Stajda bo'ldim. Stajda bo'lgandan keyin masalan shanba bozor kunlari uzoqdan kelganlar ko'p ana o'qib qolardi. Kelmay qolardi. Lekin bir o'zim bo'lsa ham borib o'tirardim o'sha yerga. Bir o'zim bo'lsa darsga o'tirardim. Yaxshi ko'rardim. Keyin qiziqish menda yanada ortib o'tgan.
kuchayib borgan. Chunki men ishga ham qabul qilinganman dedim-ku. O'sha vaqtda o'zidan boshlab mana ommaviy tadbirlarga va teatrda qo'yiladigan ustozlarimiz ijro qilgan spektakllarga faol qatnashardim. Birortasini qoldirmasdim. Yurardim ustozimizdan yurardim. Nima ish bo'lsa, o'shani qilib yuraverardim. Qiziqish yanada ortib boravergan menda. So'qalar orqasida. Ha, albatta ustozimiz. Nima desalar xuddi bajo keltiradigan shogird sifatida albatta. Juda ko'p narsa o'rganganmiz ustozimizdan. Eski masjid teatr haqida sizga demak ustoz xabar beradi, to'g'rimi? Eski masjidga kirishingiz qanday bo'lgan? Eski masjidga kirishim, mana shu kollejga kirdim. O'qish boshlandi. O'sha vaqtda mana ommaviy tadbirlarga kollejdan, har qaysi oliy o'quv yurtlaridan, litseylardan olinardi. Mana bo'yi, hamma narsasi bir xil bo'lgan bolalar saralab olinardi. Respublika ommaviy tadbirlariga va viloyatimizda tadbirlariga ishtirok etardi. Ana o'shanda men birinchi 2003-yil adashmasam, respublikamizda Navruz bayramiga ishtirok etishga borganman. Navruz bayramiga 2003-yil Navruz bayramiga Qarshimizda bo'lgan, to'g'rimi? Yo'q, respublikada Toshkentda bo'lgan respublika bayrami tadbiriga ishtirok etishga borganmiz va o'shanda rahmatli birinchi prezidentimiz Islom Karimov Sharifni yuzma-yuz ko'rishga muvaffaq bo'lganmiz va o'sha yerda ishtirok etib, tadbirni tugatib, biz qaytib kelganimizdan keyin ustozning o'zlari taklif qilgan, mana shu yerda yuribsan, qanchalik beri yonimda, mana kel, mana shu yerda yuraver, sen bugundan o'zi ishga olinding deb ustozimiz ishga olgan. Hayajonli vaziyat bo'lgan bo'ladi. Hozir o'sha damlarni eslasam, titroq bosadi. Shu bilan ishimiz ham boshlab ketgan. Eski masjidda siz ijodlaringizdan qanday bo'lgan bo'lishi mumkin? Misol uchun, biror bir spektaklga o'sha birinchi kirganingizda qanday vazifa bilan sizga ish buyurilgan, masalan, qanday vazifa bajargansiz birinchi kirganingizda? Birinchi men ishga qabul qilinib, ham o'qishlarimiz ham ish davrida qarang. Ustozlar bo'lgan. Ustozlar o'rta avlod men hozir. Bitta o'zim o'rta avlodda. Keyin kichik avlod bor. Yoshlarimiz keldi. Keyin mendan keyin ancha yillar o'tib. Ana o'sha ishga kelgan vaqtlari juda kuchli asarlar sahnalashtiriladi. Shoh idi, Naymanxona va hokazo. Dunyoni aylanib chiqqan shoh asarlar qo'yiladi eski masjid teatrida. U respublikada ham o'zini mavqeiga ega bo'lgan teatr hisoblanadi. O'sha vaqtlari shu qanaqangi asar qo'yilsa, shu borardim, shu chetdan rejissyorlar kelardi va o'sha yerda hamma narsa eski masjid ichida bo'lardi. Hammasi aktyor ham, rejissyor ham, texnikcha ham, hamma narsani aktyorlar o'zi bajardilar. Alohida sen bu kasbga, sen bu degan gap yo'q edi. Direktor, u badiiy rahbar, oddiy aktyor ishidan boshlab hammasini birgalikda bajardi. Teng birgalikda bajardi. Hamma ishni o'zimiz qilardik. O'shanda shu ustozlarga qo'shilib hamma ishlarni qilaverardim. Keyin qaysi spektaklda qanday so'z ketyapti, yotlab olardim. Aytaman-ku, menda yodlash qobiliyati zo'r edi-yu, chiqarib berish qobiliyati yo'qroq edi. Yotlab olardim-da, keyin qandaydir bir sabablar bilan birorta aktyor yo ana u yerda bo'lishi mumkin-ku. Kelmay qolsa, nima bo'lib qolsa, ustoz hech ikkilanmasdan, "Sen mana shuni o'ynaysan" deb menga topshirardi va o'shani shu qanday mas'uliyatni o'zimga his qilardim va shu ustozlarga qo'shilib o'shani ijro qilishga harakat qilardim. Eng kichik epizodlarda ham juda katta mas'uliyat bilan qabul qilardim o'zimga. Shu bilan o'tgan. Akajon, qarang, Sherzodga siz uchun adashmasam alohida bir obraz yaratilgan o'sha eski masjid teatrida qaysi bir spektakl hozir esimda yo'q. Adashmasam Shuhrat Rizayev ustozimizni pyesalar bo'yicha. Diskoteka asari. O'sha mashhur bo'lgan diskoteka asarida umuman bitta obraz yo'q. O'sha Shuhrat Rizayev ham hayron bo'lgan. Adashmasam o'sha joyga eng qiziqdim. E'tibor bilan eshitib tursangiz, Sherzodga o'zlaridan hozir so'zma-so'z harma-harf eshitamiz. Aynan qaysi obraz o'sha? Qarang, bu zo'r ana bo'ldi.
Yilini aniq eslayolmayman, shu 2003-yillardir. Respublika miqyosida Senekillarimiz zamondosh festivali bo'lib o'tish kerak bo'ldi. Keyin biz teatrimizda katta avlod, o'rta avlod, biz ya'ni yosh avlod bilan birgalikda bitta asar ustida asar yaratamiz degan maqsad qo'yildi. Va shunda Shuhrat Rizayevning diskoteka asari tanlab olindi. Keyin va rollar u asar ssenariyga aylantirib boshlandi. Ssenariyga aylantirib boshlangandan keyin Soqto'rayev boshchiligida maslahatlashib shu ssenariy yozilayotgan vaqtda unda men Sherzod roli obrazini o'ynaganman. Aynan o'sha Sherzod obrazi o'zi ssenariyda ham asarda ham yo'q edi. Yo'q narsa edi. Keyin ustozimiz ana shuni ssenariyga aylantirguncha Sherzod obrazini qo'shib o'sha spektaklda ham Sherzod bo'lib o'ynagan. O'zim ham Sherzod, ya'ni obrazda ham ismlari Sherzod, Aziz O'rtoqlar, bu respekt holatida. Masalan, hozir ham ustozlardan eshitsangiz, men uchun masalan bu asar yaratilgan yo bu obraz yaratilgan yo bu spektakl shu ustoz uchun yaratilgan degan gaplarni eshitasiz-ku. U o'zim mana bu haqida faxrlanib qolaman-da, men uchun ham asar yaratilgan. Butun boshli bir katta asarda Sherzod obrazi yaratilgan va ana shu Sherzod obrazini sahnalashtirdik, qo'ydik diskotekani, uni premyerasini qildik va o'sha aynan aktorni o'zini va yuqori mansab egalarini premyeraga taklif qildik va ular keldi, tomosha qildi, iliq kutib oldi. Hatto o'sha aktorni o'zi ham o'zi ham ko'rib, bu Sherzod obrazi yo'q-ku, yozgan ekanman degan hazilomuz gaplar bilan aytib o'tdilar va ana shu spektaklda ana o'sha premyera o'ynadik va o'shani o'zida shu Senekillarimiz zamondosh festivaliga bizni taklif qilishdi. Shu bilan borib respublika miqyosida bo'lib o'tgan festivalda oliy o'rinlarga, albatta faxriy o'rinlarni egallab shu spektakl o'ynadik. Mana shunda shu Sherzod obrazini ham ko'ryapsiz. Qarshilasharsiz, nima qarshilasharsiz? Albatta. Demak, o'sha eski masjid teatri o'z vaqtida lider bo'lgan. Albatta. Ko'plab davlatlarga sayohat uyushtirib, gastrollar, adashmasam 65 ta davlatda gastrol uyushtirilgan. Yo'q, 25 ta davlatga 65 kun davomida, to'g'rimi? Aynan qaysi asarlar o'sha gastrollarda qo'yilgan? Siz ishtirok etganlaringiz masalan? Qarang, yana sizga bir qiziq aytib beraman hozir. Suhbatimiz davomida qiziq fakt. Buni endi ko'pchilik qilmasa kerak. Hozir ayniqsa ko'pchilik qilmasa kerak, lekin buni men qilganman. Bu haqiqatan ham o'sha vaqtda respublikada eng mana shu chet davlatlarga oliy festivallarga, xalqaro festivallarga ishtirok etadigan teatrlardan biri bu Eski teatri. Bunda tarixiy asarlar qo'yiladi. Shoh Ediy, Safokel, Nayman ona, kuchli asarlar. Juda kuchli. Teatr tarixida bu oltin fondga kiritilgan asarlar bu. Keyin qarang, shu Shoh Ediyga qaysidir bir asar chet davlatga, Fransiyaga gastrolga borish kerak taklif qilingan. Men o'sha vaqtda ham o'qiyman, ham ishlayman. Shunda ustozimiz endi boshqa reza qilinadi, narsa qilinadi. Bizni ham olib ketish taklifini bildirdi. Ustozim juda yaxshi ko'radi buni. Olib ketish Sherzod, meni senga ham shu yoqqa borib kelasan. Ko'rib kelasan, o'rganasan, tajribang oshadi degan bildirdi. Keyin men samolyotdan qo'rqadim. Hozir ham qo'rqaman. Albatta, hammada bo'lishi mumkin. Endi aytaman-ku, menda boshqacharoq bu gap. Samolyotdan qo'rqadim. Yo'q, ustozim, kechirasiz, men bora olmayman. Ayrim har bir ijodga, har bir insonni o'ziga yarasha minus taraflari bo'ladi. Albatta. Keyin bora olmayman. Yana nima uchun bora olmaysan? Yo'q, ustoz samolyot bilan bo'lsa bora olmayman. Keyin atrofimizdagi ustozlarimiz, akalarimiz Sherzod deb mayli, bu samolyot nima u? Mana sen mashinada poyezdga ketganda ketaverasan. Yo, o'ylayman, borsammikan? Yo'q, baribir musobaqaga o'ynayman. O'shanda birinchi marta shu chetga chiqishda akkaz qilganman. O'sha vaqtda Xudo rahmatli bo'lib ketdilar. Botir akamiz, Botir Qurbonov deychi bilan
rahmat ketdilar, joylar jannatda bo'lsin. O'sha aka aytuvdilar, Sherzod, hali shunday vaqt keladi, o'zing xohlasang ham bora olmaysan, imkonini topolmaysan. Sen bunday vaziyatni boy bermagan. Sen ustozlar bilan ko'rgan. Senga ham hali nasib qilar, chetlarga chiqish, festivallarga qatnashish nasib qilar. Shunga bu hammaga ham nasib qilavermaydi. Senga mana shu imkoniyat tug'ildimi, bundan to'g'ri foydalangan. Deb agar hozir sen buni hakkas qilsang, bormayman desang, vaqt keladi, sen xohlasang ham bora olmaysan. Shunday davrlar kelib qolishi mumkin. Deganda yo'q ustoz, mayli, afsuslanmayman. Lekin qachondir menga ana bo'lsa borarman, lekin hozir bora olmayman deb o'sha hakkas qilganman. Men hozir rostdan afsus qilaman, o'sha vaqtlar bormagan. O'shanda ham lekin atma qilgan vaqtsiz men bora olmayman deganingizda endi ochiq aytolmagansiz-chi, samolyotda qo'rqdim. Yo'q, ochiq aytdim. Ochiq aytadim. Aytmadim. Bu salom so'radi, yashirmasdim men. Nima uchun bormaysan? Sen samolyotda o'sib olding. Lekin poyezdda bo'lsa ketadi. Juda ham bormoqchi bo'lgansiz, ishtirok borish. Afsus endi o'sha qo'rquv sababli. Ha, qo'rquv menda ham bor. Kuchliroq bo'lgan. Yuqoriga samolyotda bir martaga uchganman, lekin juda vahimali bo'lgan. Sal qolishga ozgina qolgan qushimni yo'qotib qolishimga. Siz bir marta o'zing uchgan ekansiz, men haligacha tasavvur qilolmayman. Tasavvurimda ucholmayman. Albatta, respublika ichida uchganman, ichki samolyotda. Bizga nasib qilib qoladi. Albatta, nima? Hali sizda ijodkor uchun hali hayot oldinda. Hali yoshsiz. Albatta. Sherzodga endi bir savolim bor. O'sha hozirgacha bo'lgan sizni hayotingizda eng yaxshi ko'rgan insoningiz, misol uchun sizni ranjitgan bo'lishi mumkin. Adashmasam, o'tgan safar biz bu intervyudan oldin siz bilan suhbatlashganimizda aytib bergandingiz. Afsuski, yozga sepish niyatim yo'q, lekin albatta biz uchun yoki tomoshabinlar uchun qiziq bo'lishi mumkin. Chunki shunday bir eski masjidday joyga ishlagan insonni yaxshi ko'rgan insoningiz, misol uchun sizni ranjitgan bo'lishi mumkin. Do'stlar, o'sha vaqtda endi eng liderlardan bo'lgan jamoada ishlagansiz. Nima deydi? U jamoasiz deyarli bitta siz yo'q bo'lsangiz ham u jamoa ishlolmasdi-da, adashmasam. Hamma butunlikda jamoada ishlab, xullas jamoani bir bo'lagidek hisoblangansiz ham. Sizning fikringiz, sizni o'zingizga fikrlaringiz, o'zingizga gaplaringiz ularga juda ham kerakli inson bo'lgansiz xullas. O'shanda sizga nima deydi, siz shunday taniqli joyga ishlaganingizda siz do'stlaringiz ham ko'p bo'lgan bo'lishi mumkin. Misol uchun sizni ayrim insonlar sizni obro'sizdan foydalangan bo'lishlari ham mumkin. O'shanga aynan bir misolni misol keltirsangiz. Bunday holatlar aynan meni hayotimda juda ko'p uchraydi. Sabab juda ko'ngilchayman. Yana bir anani aytib o'taman Aslanbek. Endi hamma joyda aytmayman. Lekin mayli bugun aytaman. Finjon TVda Sherzodga ichki kechinmalarni e'tiboringizga havola qilamiz. Intervyu TV. Mana yuqorida aytdik, kenja farzand bo'lganman. Har bir insonning hayotda nimadir kamchiligi bo'lar ekanda, qandaydir kamchiligini o'zingiz his qilar ekansiz. O'zingiz his qilib turar ekansiz. Shu meni endi nima desam, kamchiligim desammi yo bir orzu havasim desammi, ukam bo'lishini juda xohlaganman. Ukam bo'lishini xohlaganman. Hozir ham xohlayman ukam bo'lishini. Shuning uchun yoshlar bilan, asosan yoshlarga mehrim boshqacharoq. Hozir meni atrofimdagi do'stlarimni ko'rsangiz, yoshlar. Ular bilan yursam, qandaydir o'zimni shu kamchiliklarimni to'lgandek his qilaman. Aynan ukangiz o'rnini bosadigandek. Qaysidir bir ma'noda kamchiliklarim to'ladi shu hislar. Ukam bo'lishini juda ham orzu qilganman, juda ham havas qilganman. Masalan, ukasi borlarga, masalan, oddiy sinfdoshlarimiz maktab davriga yana qaytib qolamiz hozir endi. Tanaffusga chiqsak, narsa ukasi kelib, aka, mana shu yerda yo yur Sherzod, ukamga qarab kelaylik. Yo, bu narsa olib beraylik desa, meni ichimdan nimadir o'tardi, nimadir o'tib ketardi shu. Nima uchun meni ukam yo'q? Bo'lmasa, men juda erka, zo'r sharoitda yashaganman. Akalarim, opalarim. Nima desam qo'yo.
Keyinchalik deyam eng kichik farzandi ham o'zini gashtini hammasini so'rayapman. Lekin o'sha kamchilik deb o'zimga qaraganim kam bo'lishini orzu qilaman. Shuning uchun mehrim boshqacha bo'lgan yoshlarga. Qarang, endi hammaga nom-nom aytmayman. Bu anavi 3 marta bo'lib o'tgani bu holat. 3 ta insonga o'zim shu kamchiligimni o'sha orqali to'ldirgan insonlarimga, masalan, ukalarimga. Hozir ham endi masalan uka deb bilaman, chunki mehrni Alloh tomonidan so'radida mehrni. Bu masalan, atayin siz shuni yaxshi ko'ray, shu menga boshqacha ekan degan bo'lmaydi. U Alloh tomonidan qalbingizga soladi va bunga nisbatan mehringiz tushadi. 3 marta 3 ta insonga mehrim tushgan. Shu 3 ta inson bilan men o'sha kamchiligimni to'ldirganman. Kamchiligimni to'ldirish barobarida shu uchalasi ham menda katta jarohatlar qoldirgan. Katta jarohatlar qolgan sababi juda mehrimni berganman, ishonganman. Haqiqatda meni ukam bor endi. Kamchiligimni to'ldirganimni his qilganman. Qo'limdan kelganicha imkon qadar yordam berganman. Masalan, bir endi maqtanishga kirib qolmasin bu. Masalan, bu kuzatuvchilarimiz orasida aynan ular ham ko'rishi mumkin va ko'rganda ham o'ziga oladi. Shuni biri men edim deb o'ziga oladi. Juda mehrimni berganman. Hech nimaga qaramasdan, hech qanday atrofdagi gap so'zlarga qaramasdan ham o'zimni mehrimni berib kelman, lekin baribir nimagadir bo'lmagan. Shunday analar bo'ladi-da, Islambek, yo'qda o'zim fikr qilaman-da. Kimdir sizga yoningizda o'zini manfaati uchun sizdandir nimadir naf tegib tursa, sizga o'shancha yaqinroq bo'lar ekan. Bu hayot tarzida odam tushunib borar ekanda. Sizni foydangiz tegib tursa, sizni nafingiz tegib tursa, u sizga yaqinroq. Yanada o'sha kamchiligingizni to'ldirib turadi. Qandaydir sabablar bo'ladi. Salgina nafis tegmay qoldimi? Salgina nafis tegmay qolsa, o'sha vaqt kelganda qiyomatni o'rtaga qo'yib ahdlashgan insoningizdan o'z-o'zidan uzoqlashishni boshlaydi. Eng yomon narsada xiyonat qilish, eng ishongan inson bilan. Men yana bitta o'zim uchun alam qiladigan va meni qiynaydigan narsa Islambek sababsiz ketadi. Shu narsa meni qiynaydi. Hozirgacha sababsiz. Menda xato qilmaydigan inson yo'q. Tirik jon borki, xato qilishga haqlidir u. Siz ham men ham masalan xato qilamiz. Xato qilmaslik imkoni yo'q. Tirik jon yashayapsizmi, xato ham qilamiz. Mayli, ehtimol mendan xatoli o'tgandi. Ehtimol qayerdadir uni ko'ngliga tegadigan gaplar qilgandirman. Atayin emas. Atayin qilmaslik uchun men juda katta harakat qilaman. Atayin qilmaslik uchun. Eng alam qiladigan narsa, men shu bugun birga o'tirdik, gaplashdik, suhbatlashdik, choy ichdik, ovqatlandik, aka-ukachiligimiz juda qalin bo'ldi. Xayrlashdik, quchoqlashib xayrlashamiz. O'sha ertasi kunda masalan tasavvur qiling, siz har kuni odatlangansiz, u sizga telefon qiladi, siz unga telefon qilasiz, xayrli kun tilaysiz, xayrli tong tilaysiz. Odat, juda yaqinsiz. Ham do'st, ham ukangiz, ham qadrdoningiz sifatida aylanadi. Har tomonlama siz kamchiligingizni to'ldirgan inson. Tasavvur qiling. Ertasi kuni masalan bir ko'chadan chiqyapsiz, u to'g'risidan kelyapsiz. Siz har kungi kayfiyatda, masalan men olarim, har kungi kayfiyatda boryapsiz. Men ham kelyapti degan xayol bilan o'tyapman. Siz aniq ko'rib turibsiz uni. Shunaqangi ko'rib turib ko'rmaslikka oladi, alamli bo'lsa. Uzr, qiymat qilishga ko'rib turib ko'rmaslikka oladiki, menga ichimda shunday narsa o'tadi. O'zimni qiynab boshlayman. Nima bo'ldi men? Kecha oxirgi ko'rishganmiz. Nima dedim? Qanday ko'ngliga tegadigan gap gapirib qo'ydim. Mendan nima xato o'tdi? Xato o'tishi mumkin.
Nima uchun o'sha vaqtda menga aka siz mana shu gapingiz mani bo'ynimga tegdi. Shu gapni noto'g'ri qildingiz. Agar haqiqiy man xuddi manday u ham menga mehribon bo'lganda shu gapni aytish kerak. U shu gapni aytmadi. Shu gapni aytish kerak. U shu gapni aytmadi. Juda katta mavzu bo'lib ketdi bu. Endi teatr mavzusiga yana bir to'xtalib o'tsak. Teatrda ishqilib aytganda jiyaningiz o'z yo'lini topdimi hozir? Ayol bizdan keyin topdi Rossiyada. O'sha yerda. Chet elda. Hop, yana bir teatr sohasiga, o'sha eski masjid sohasiga bir to'xtalib o'tsak, bu yoqda sizni eng qiynalgan vazifalaringizdan biri yoki jamoadagi qiyinchiliklardan qanday yengib o'tgansiz? Qanday to'siqlar bo'lgan o'sha eski masjid teatrida ishlagan vaqtingiz? Lekin rostdan ham zo'r. O'sha eski masjid teatri men ayrim spektakllarni YouTube'dan ko'rib chiqdim. Eski masjid teatri borku. Menga qaysidir ma'noda umuman qiyinchilik tug'dirmagan. Umuman qiyinchilik tug'dirmagan bu. Bu mana ustozlar oldida, ustozlar ko'magi bilan qiyinchiliklar deyarli anavi bo'lmagan. Nimaki bilmagan narsamiz bo'lsa, ustozlar tomonidan so'rardik, sanardik, ko'rardik. Shu bilan qiyinchilik tug'dirmagan. Ishqilib sevilgan kasb hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi, to'g'rimi? Akajon, sizga ozgina so'zlar aytib o'taman. O'zingizni og'zingizga, tilingizga kelgan birinchi so'zni ta'riflab berasiz o'sha. Faqat bitta yoki ikkita so'z bilan. Siz uchun baxt. Men uchun baxtmi? Bitta so'z bilan baxt. Yaqinlarim atrofimda bo'lsa bo'ldi. Baxt shu. Siz uchun oy qanday ma'noda? Oy qaysi ma'noda? Yuqoridagi Yo'q, albatta o'sha oy. Nimaga qiyoslaysiz oyni, quyoshni? Oydimi? Men oyga qarab sabr qilishni o'rganaman-da. Sabr qilish kerak. Oyda 15 qorong'u, 15 yorug'lik-ku. Shu 15 kun qorong'ulikdan o'tib olsangiz, sabr qilib albatta yorug'likni ko'rasiz, albatta. Siz uchun omadmi? Omad. Men uchun omad juda ko'p kelgan va juda ko'p ketgan omad. Sog'inch. Sog'inch. Mana eng qiynaydigan narsa. Sog'inch. Haligacha bu hissiyot men bilan yonma-yon yuradi. Juda ko'p sog'inaman. Hattoki o'sha mendan ketgan odamlarni ham xotiramga qaytsa, sog'inishni boshlayman. Sog'inaman. Uy. Bu hech qayerda ta'rifi yo'q bir siz uchun qo'rg'onim. Nimaga qiyoslaysiz masalan? Teatrga bo'lishi mumkin, sahnaga. Uyda borku, men hech nimaga ham qiyoslayolmayman. O'zi bir qo'rg'onda bu. Siz uyingiz siz eng yaxshi zirhlangan vataningiz u. Uy xonadoningizda, uyingizda sizga qarshi zarbalar bo'lmaydi. Teatr. Teatr. Bu teatr meni hayotimda juda katta rol o'ynagan. Mana shu hayot, mana shu aynan oladigan bo'lsak, mana shu shaharga kelib yashab qolishimga va oilamni qurishimga hammasiga sababchi shu eski masjid muvaffaqiyatlarni. Nimaki muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa, sababchi bo'lgan eski masjid teatri. Sahna. Sahna deganda ko'z oldingizga birinchi bo'lib nima kelishi mumkin? Sahna deganda umumiy olganda bu hayot men uchun. Hayot. To'g'ri. U darajada sahnada ko'p bo'lmagandirman va hozir sal chetroqdadirman. Lekin hozir ham agar imkoni bo'lsa, eski masjid teatr studiyasi hozir agar tiklansa, so'zsiz qaytaman. Hamma narsadan kechib qaytaman. Qaytagan bo'laman. Eski masjid sahnasi. Shunchalar eski masjid teatrida muhabbat kuchliki, butun boshlik hayotidan kechib daryo teatriga qaytish bor, qaytarim fikrlari bor. Ustoz Isoq To'rayev,
siz uchun qanday inson? Faqat bitta so'z bilan. Ko'p endi u kishiga chiroyli ta'rif berishga vaqtimiz yetmaydi. Juda ham kuchli Albatta. inson, san'at arbobi ustozimiz Uzoq To'rayev, eski Majlis teatr badiiy rahbari. Albatta. Qanday bitta so'z bilan ta'rif beringchi? Sizni hayotingizga qanday o'zgarishlar kiritgan, sizni o'zgarishga sababchi bo'lgan insonlardan biri deb hisoblasak ham bu mubolag'a bo'lmaydi. Insonni hayotida ikkita stun bo'ladi-da. Shu stunni biri qulasa ham yarmisi qulab ketadi. Stun o'sha ko'pchilik bildi. Ota-ona. Meni hayotimda 3 ta stunim bor. Ota-ona va ustozim Uzoq To'rayev. Ota-onam meni kelajagim uchun, meni yo'limda topishim uchun qanchalar harakat qilgan bo'lsa, meni ustozim Uzoq To'rayev shular barobar harakat qilgan. Hamma erkaligimga ham chidagan, injiqlarimga ham chidagan, hammasiga chidab, meni orqamda hozirgacha ustunlarimdan biri. Hozir sizni davlat tadbirlariga taklif qilishadi, to'g'rimi? Albatta. Ustozimiz tomonidan. Hozirgacha. Boshqa shogirdlarni chetga surib ham aynan sizni taklif qilishadi. Albatta. Hozirgacha davlat tadbirlarida taklif qilsa boraman. Albatta. Siz uchun oila. Oila. Bu har bir inson kabi o'zingizni kichkina bir vataningiz, muqaddas vataningiz. Vatan qanday darajada muqaddas inson, vatansiz o'zingiz tasavvur qila olmaysiz. Albatta. Oila ham bir oila bo'lsa, siz ishingiz teatr bir oila. bir oila, mana bu oila. Oila muqaddas dargoh ham Muqaddas. albatta. Akajon qarang, eshitishimiz bo'yicha siz davlat tadbirlariga ko'p yurasiz. Mustaqillik tadbirlariga, Navro'z bayramlarida hozir ham o'z faoliyatingizni olib, rejissyorlik gruppasida ishlab, sahnaga ko'rinishda postanovkalarni qo'yib berasiz o'zingiz, albatta ustozingiz boshchiligida. Xo'p, sizni adashmasam 2018-2019-yillardami sizga mustaqillik uchun o'sha ko'krak nishon topshirilgan deb eshitganman. Albatta to'g'rimi? Eshitganman. Endi o'zidan bir eshitib ko'rsak shuni. Bilasizmi, har qaysi kasb egasi qilgan kichkina mehnati uchun u shu mehnatini evaziga qanday bir taqdirlash bo'lsa-da, katta kichikligida ahamiyati yo'q. Oddiy bir e'tibor qilib sizni qilgan mehnatingizga e'tibor qilib bir taqdirlash sababi yo'q. Hamma qilgan mehnatingizga rozi bo'lib olasiz-da. Bu men uchun hayotimdagi va ijodimdagi eng katta bir shu san'at sohasiga kirib xato qilmaganim va qisqa vaqt ishlagan bo'lsam, oldin ish faoliyatida ishlab yurgan vaqtlarimiz uzoq muddat ishlaganman deb tasavvur qilardim. Hozirda juda qisqa vaqt ishlagan ekanman. Ishlagan juda qisqa vaqt. Mustaqilligimizning 20 yilligi, mustaqilligimiz 20 yillik bayrami respublika miqyosida ma'naviyat olmush kunligi o'tkazildi. U ma'naviyat olmush kunligidan maqsad u respublikamizdagi eng chekka hududlarga borib, shu mustaqilligimizni targ'ib qilish, mustaqilligimiz huquqini olib kirish maqsadida tashkil qilindi. Bu biz Qashqadaryo viloyatiga mana shu tadbirga qatnashdik. Bu nafaqat san'atkorlar, olimlar, yozuvchilar, shoirlar va turli xil kasb egalari bitta jamoa bo'lib, eng chekka qishloqlarga borib, ma'naviyatni targ'ib qilish, mustaqilligimizni targ'ib qilish uchun 60 kun yurganmiz. Unda bir o'zimiz tasavvur qiling, 60 ta 70 ta avtobus bir vaqt o'zida hamma eng chek hududlarga borib tarqab ketardi va chekka qishloqlarga masalan 2-3 kun ketardik, avtobuslar chiqarmasdi, u yoqda piyoda yayov borib, ana shunday zo'r davrlar o'tgan. Zo'r vaqtlar o'tgan. Mana shu tadbirni o'tkazdik va nihoyasida keyin yakuniy sifatida bir tadbir o'tkaziladigan bo'ldi viloyat musiqali drama teatrida. Shunda ustoz menga aytdilarki, Sherzod soat 3 ta bilan o'sha hamma bolalarni yig'ib o'sha tadbirga borasizlar, ishtirok etasizlar dedi. O'sha nishon topshirilish marosimi to'g'rimi? O'shaga kelyapmiz. Borasizlar. Siz nishon olganingizda xabaringiz yo'q, ko'krak nishon olganingizda. Keyin xo'p dedim, hamma bolalarni yig'dik, tayyorladim. Men aytdim, hamma o'sha yerga boradimi? Men endi oddiy tadbir deb o'yladim. Tadbir dedim.
endi u yoqda masalan uyimizga ota-onam oldiga bormagan ancha bo'lgan edi. Men tarmoshga ketib ularni u yoqqa jo'natib yubordim. Keyin unda shu ustozimizni sharofatlari bilan va mana shu qilgan mehnatlarimizni qaysidir ma'noda baholab, yuqori baholab bizni mana shu mustaqillik 20 yillik istalib ko'krak nishoniga yozdirgan ekan. Keyin o'shanda taqdirlash bo'lgan, men qator ko'pchilik, juda ko'pchilik mas'ullar, ishtirokchilar u nishonni qabul qilib olgan o'sha yerda, biz yo'q. Keyin u tadbir tugagan, bizga telefon bo'lyapti, qayerdasan? Shunday san noming chiqdi. Senga medal bor, olmading. Va yoshlarimiz ham sizga shunday medal berishdi, olmadingiz, siz ketib qolibsiz degan menda ishonch bo'lmagan. Keyin ustoz o'zlari chiqyaptilar, sen nima dedim, men senga bor, hozir ustoz, lekin men ishonmayapman baribir. Ustoz aka ertalab 7 deyapsiz, sen ishxonangga bilan bo'lgan deyapti. Xo'p, bo'ladi ustoz deyapman. Ertalab 7da shunday yetib kelyapman, bu yoqqa kelyapman. Hali ham ishonch yo'q ekan. Ishonch yo'q. Keyin ishonmayapman o'zim. Keyin chunki tasavvur ham qilmaganman. Ustoz aytyapti, sen nima uchun deyapti ketib qolding? Deyapti, sen deyapti shahar hokimiyatiga borasan deyapti, sen o'sha yerda kutib oladi va o'sha yerda taqdirlanadi deyapti. U bu viloyat tadbirda qatnasha olmagani bir bahona bo'lib, viloyat hokimligida boshqa mutasaddilar bilan bir qatorda o'sha medalni shaxsan hokimimizni qo'llaridan olishini so'ragan. Albatta. Bu qanday baxt? Albatta aka. Xo'p, aka, yana bir kichkina savolim bor. Lirik chekinish qilsak ham bo'ladi. O'sha eski masjid teatrida aynan ustozimiz rejissyorlik qilgan biron bir spektaklda sizga eng yoqqan spektakl qaysi? Menga eng yoqqan spektakl Faqat bitta. Juda qiyin savol. Diskoteka. Albatta, o'zi uchun alohida obraz yaratilgan o'sha spektakl diskoteka. Akajon, yana bir savolimiz bor sizga. Endi bu o'zimning fikrim. Masalan, siz hozirgi vaqtda o'zingizni baxtli inson deb hisoblaysizmi? O'sha xotiralar bilan, o'sha eski masjidda ishlaganlar bilan. Baxtli hozir gapingizni bemalol. Baxtli tomonlarim juda ko'p. Baxtni men nimaga ko'raman? Shu meni kashf qilgan, men tug'ilib o'sgan oilam meni birinchi baxtim. Men ishlagan eski masjid teatr studiyasi meni ikkinchi baxtim. Chunki men baxtli insonlar qatoriga nima uchun o'zimni qo'shaman? Shu davralarda yurishga muyassar bo'ldim. Omad desa bo'ladi. Baxtliman men. Ko'p baxtli tomonlarim ham ko'p. Sevir joylarim bor. Albatta, har bir insonning hayotida eng yaxshi xotiralar, eng yomon xotiralar bo'lishi mumkin albatta. Yomon xotiralar unutishga harakat qilamiz, lekin afsuski esimizdan chiqmaydi birontasi. Shunday. Demak, hozir sizni bir ishxonada yaqin ukalaringizdan, jamoa a'zolaridan, sizdan keyingi avlodlar, ya'ni yosh avlodlarda Doston akamiz bor. Dostonbek. Doston akamiz va Ma'murjon akamiz bor. Ma'murjon To'rayev, Dostonbek. Bilasizmi, bu yosh avlodlardan juda ko'plari mana shu ustozni tarbiyalarini olib, o'gitlarini olib, mana shu eski masjidda qo'yilgan poydevorni mustahkam qo'yib, hozir yuqori lavozimlarda ishlashga muvaffaq bo'ldi. Adashmasam, hozir Doston akamiz Otaxon teatri muqimiy. Albatta, Dostonbek Haqberdiyev hozir respublikamizdagi buyuk darg'alarni yetishtirib chiqqan Otaxon teatri muqimiy nomidagi o'zbek musiqali drama teatrida bosh rejissyor bo'lib ishlayapti. Ayni vaqtda o'shanda siz bir sahnada rol o'ynagan. Albatta, bundan kerak bo'lsa siz o'zingizni bilimlaringizni u insonga o'rgatgan insonlardan birisiz. Albatta, bir jamoada ishlab, bir jamoada yelka yurib, hamma ikir-chikirlargacha birga o'tkazganmiz. Bu asli Dostonbek sport kollejidan kelgan, futbolchi bo'lgan, futbol o'ynashga. Qarang, u xohish bo'lsa hech gap emas. Odamda eng gilam xohish. Albatta, balki Doston akamiz o'zlari ham ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Dostonbek ham albatta ko'radi, ehtimol ko'rib turgandir. Unda xohish juda kuchli bo'lgan.
ba'zi bir paytlar shunday siqilib qolardi-da. Aka, eplayapman, bo'lmayapti, sabr qilgin, eplaysan, sabr qil. Eplaysan hammasini. Shu darajada xohishi kuchli edi-uni. So'rab, bilib, o'rganib, men hozir o'zi xohlagan darajaga chiqdi. Boshida hisoblab. Boshida hisoblab. Otaxon teatrda. Men uchun to'laydi. Bu ham u mendan keyin kelgan birinchi yosh avlodni boshlanishi o'sha. Necha yoshlarda kelgan Ma'mur akamiz? Men bilan shu 17-18 jar bo'lsa, balki ehtimol undan ham yoshroq. Undan ham yoshroq bo'lgan. Shunda keldi. U ham keldi juda qiynaldi. Moslashib ketish qiyin bo'ldi. Chunki u yosh bo'lgani uchun hamma yuk unga yuklanadigan bo'ldi. Shunda siqilib, ezilib, nima bo'lganda, "Hay, sabr qil, o'tadi, hammasi yaxshi bo'ladi, bu bo'ladi." Xullas, unda ham qiziqish uyg'onib, o'zini xohishi kuchlilik qilib, shu maqsad qo'yib oldiga, mana hozir O'rta Osiyoda yagona bo'lgan Toshkent davlat san'at va madaniyat institutida yuqori lavozimlarda, nufuzli lavozimlarda birda ishlab kelyapti. Boshqa qatorli ko'plab yoshlarimiz, masalan, Bunyodbek Shirinov o'zimizda maqomda ishlayapti. Yorqinjon Ibragimov ham, endi yosh avlodda oladigan bo'lsak, Yorqinjon Ibragimov mana to'yda, tadbirlarda haligacha faol. Sharof Rashidov ukamiz Shahrisabzda, u ham o'zi mana shu ijod bilan o'zini shaxsiy ijodlar bilan qizlar singillarimiz ham hammasi endi yoshlar haqida gapiryapman. Ustozlarimiz endi u alohida o'zlarining yo'liga, o'zlarining yo'nalishiga ega. Yana bir insonga to'xtalib o'tsak, menimcha sizni ranjitib qo'yishim mumkin. O'zim ham ichim qiynalib ketyapti. Ustozimiz rahmatli Oybulamiz Xalifa. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Eski Machit teatrida o'z faoliyatini olib borganlar, o'z vaqtida. Sizga qanday tarbiya bergan, sizga qanday kerakli ma'lumotlar, hayotga bo'lgan nima deydi, bir yo'l ko'rsatgan o'sha gaplardan bizga ham bir ozroq bo'lishsangiz va o'zimiz uchun bir fikr olsak. Albatta yelkama-yelka ishlagansizlar Oygul opamiz Xalifa bilan. Alloh rahmat qilsin. Oygul opamizni Ustozimiz. Oygul opani to'g'ri ustozimiz. Aynan men shu qadar yaqin bo'lganmanki, opa derimda. Ustoz demasdim. Ustoz Oygul ustoz demasdim-da. Masalan, hamma shogirdlar ustoz deb murojaat qiladi-yu. Menda ustoz degandan ko'ra opa deyish qandaydir yaqinlik bo'lgan. Opa derim. Lekin opa deyishimga sabab har qanday holatda ham opalik qilar. Maslahatlar berardi. Juda ko'ngli ochiq. Nima maslahat so'rasangiz, beg'araz maslahat. Yordam so'rang, beg'araz yordam berardi. Juda bir ochiq ko'ngil. Ming afsus bo'lsinki, hayotdan sal ertaroq ko'z yumdilar. Joylashib bo'lsin. Albatta. Yaxshi insonlar. Ustozimiz. Juda ham katta hissalar bor edi. Aynan Qashqadaryo san'ati bo'yicha, san'at va madaniyat bo'yicha juda ham katta hissalar bor edi. Juda katta o'zlarini maktabiga ega bo'lgan san'atkor, ustoz san'atkor edi. Albatta, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni olganlar. Albatta. Maqom yo'nalishi bo'yicha juda o'z maktabiga ega ustozimiz. Albatta. Oxiratlari obod bo'lsin. Demak, aka, hozirgacha bo'lgan holatlaringizni ayrim voqealarni bizga aytib berdingiz. O'zingizda eng xursand qilgan, o'sha hayotingizda eng xursand qilgan bir kichik sabab nima bo'lgan? Hayotimdagimi? Hayotingizdagi eng o'zingiz xursand bo'lgan voqea. Sizni eng nima deydi? Juda ham esda qolarli, qiziqarli o'sha hayotingizda kulminatsion eng zo'r voqea qaysi bo'lgan? Hayotimdagi eng kulminatsion zo'r voqea endi juda ko'pdamada. Eslasangiz bir maza qiladigan xursandchilik bilan g'am qayg'u yo'q yuradi-da menda. Birini bosib, biri
kelib, biri ketib, biriga tarozi pallasida o'ynab turadi-da, shu uchun Hayır. juda ko'p bu. Aynan menda ko'proq, o'zim shunday tasavvur qilaman ko'proq. U qaysi birini aytsam, men eng esimda qoladigani bu har bir ota uchun bu hissiyot bo'lsa kerak. Albatta. Hozirgacha eslasam to'lqinlanaman. Farzandli bo'lganimda. Men uchun eng yuqori cho'qqidagi shu farzandli bo'lganimda. Sababi 4 yil kutganmiz farzandimizni. Keyin sabr qilganmiz, Xudodan so'raganmiz va bekam ko'st o'g'il bergan, o'g'il farzand. Albatta. Mana shu anavni eshitganim, hamshiradan eshitgan yangiligim hozirgacha Qila olsangiz yana gap. jaramaydi. Albatta. Shu. Demak, siz bilan gaplashsak, bunaqa qiziqarli suhbat bilan tugatish xayolimga kelgan, lekin afsuski vaqtimiz chegaralangan. Gaplashsak ertalabgacha gaplashsak, suhbatimiz tugamaydi. Qiziqarli voqealar, sizni hayotingizda bo'lgan o'sha juda ham kulgulisan, qiziqarli voqealar juda ham ko'p. Ehtimol hali yana qaytarmiz bu dasturga. Albatta, sizni yana taklif qilaman. Chunki siz bilan hali ko'p ijod qilamiz, xudo xohlasa. E'tiboringiz markazida Finjon TV ko'rsatuvi bo'ldi hamda Kamin Aslam Shodiyev va ilk dasturimizning ilk mehmoni bo'lgan Sherzod akamiz Ro'ziqulov. Marhamat. O'z tilaklaringizni bildirib qo'yishingiz mumkin. Avvalo Aslanbek, Bu kameraga. sizga va jamoangizga, Finjon TV jamoasiga ilk taklif uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. To'xtang, mamnun achmadingiz. Finjon TV stakandan maxsus siz uchun. Rahmat. Finjon TV Allohim bardavom bo'lsin. Ustozlar bilan, buyuk ustozlarimiz bilan intervyu olib, mana shu ko'rsatuvingizni boyitib borish nasib qilsin. Uzoq yillar yashasin va omadli bo'lsin. Fayz barakatli bo'lsin. Faqat va faqat omad tilayman. Rahmat aka. Hech qachon charchamanglar. Demak, yana bir bor eslatib o'taman. E'tiboringiz markazida Finjon TV ko'rsatuvi bo'ldi. Hammaga rahmat. O'z fikringizni kommentariyalarda, izohlarda qoldirishingiz mumkin albatta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelgusi ko'rsatuvlarimizgacha ko'rishguncha deb qolamiz. Omon bo'linglar. Sog' bo'ling. Hammaga rahmat. Endi